Boshlang'ich $500 bilan mana shu 2012-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Mix mashinamiz halollansa savdoga berilyapti. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'shingizdan chiqmasa, mashina holati juda ham yaxshi akalar. Obzor qilib beraman. Faralar yaxshi holatda, 4 yumshoq yangi balon taqilgan ekan. 4 eshigi shumka akalar, og'irgina bo'lib turibdi. Salon qismiga kiradigan bo'lsa, akalar, super emas, o'ylagan yomon emas aka. Apshipkalar yaxshi holatda, yaxshi chexolda taqilgan. Poliklar yaxshi holatda, o'zini ham qarollari chexolga padmas qilib tarpetgan ustiga ham yaxshi chexolda taqilgan ekan akalar. 321 ming kilometr yurgan akalar mashinamiz. Mexanika konditsionerlarigacha bor, xudo xolisi. Nima deysiz aka? Yaxshi adashmasam mejgar pulti ham bor edi. Oy, tepada dominant video registratori ham bor. Yaxshisidan aka. Xudo xolisi. Orqasida inglanisi metan gazlargacha bor. Mashina holati to'g'risini aytaman, zo'r bo'lib turibdi akalar, mana ko'ringlar. Zo'r bo'lib turibdi. Okalar, mashinamiz Toshkent shahar va Toshkent yonbag'irlariga beriladi. Xullas, motor ходовой korobkasi ham hech qanaqa ish yo'qotdilar. Kelasiz, menimcha o'tirib, minsangiz bo'ldi aka. Boshiga $500 berasiz, oylik to'lov. Shuni Telegram kirsanglar, Telegram kanalimizga yozib qoldirganmiz. Xullas, tegidegalar nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqib, baraka qilsanglar bo'ladi akalar, bosinglar.